Assalomu alaykum. Hozirgi bemorimiz 23 yoshda. O'ng buyragida ko'plab toshlari bilan shikoyat qilib kelgan. Anamnezida 2021-yilda miniperkutan nefrolitotripsiya amaliyoti o'tkazgan. Hozirgi kunda yana toshlar hosil bo'lgan va bu toshlar buyrak kosachalarini jomga chiqish qismiga tiqilib qolgan va kosachalarda kengayishlar bergan. Bemorimiz o'zida katta bir bezovtaliklar yo'q, lekin kosachaga tiqilib qolgan tosh hisobiga kosachada kengayish paydo bo'lib, uning parenximasining yemirilishi bu amaliyotimizga ko'rsatma bo'ldi. Hozir amaliyotni boshlaymiz, xudo xolasa. Amaliyotimiz yaxshi o'tdi. Bemorimizda mini perkutan nefrolitotripsiya amaliyotini bajardik. Bularda rezidual toshlari bor edi va ikkilamchi pastki kosachalarida toshlari bor edi. Barcha toshlarini olib tashladik. Bemorimiz toshlardan xalos bo'ldi. Hammalaringizga rahmat.